Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston ahli va Farg'ona viloyati mutasaddi tashkilotlar. To'g'ri, ko'rib turganingiz albatta axlat musor. Farg'ona shahar Yangi asr 3-dom fuqarolari zaharlanish holatiga kelib bormoqda. Tozalovchi, ya'ni o'sha MChJ tashkilotlariga rahmat. Har kuni ertalabda olishyapti, lekin aqli zaif, farosatsizlar tashab ketishyapti. Buni tashab ketishini sababi mana Farg'ona shahar Qirg'ili mavzesi, Yangi asr Shodlik masjid, jome masjid, ko'rayotgan bo'lsalaring, stalbalar mana. Ko'ryapsizlarmi? 3 kilometrda stalbada svet yoniq turibdi. 3 kilometrga bag'igacha yana bitta, ikkita, 3ta stalbamiz bor. Hurmatli mutasaddi tashkilotlar, bu adashmasam Farg'ona shahariga kiradi. O'sha 3 kilometr ag'i Farg'ona shahariga, bag'i Amerikaga yo boshqa davlatga kirmasa kerak menimcha. Shuning uchun hurmatli mutasaddi tashkilotlardan iltimos qilardik, aynan mana shu stalbalarga yoritish tizimlarini qo'yib berishlarini va mana ko'rib turganlaringdek to'g'ridagi do'kon, ya'ni shu 3 ko'cha. Hattoki mana ko'rinyapti ekan, ko'rinmayapti, bas ko'rinyapti. Yo'l bering degan znak bor, lekin baribir yorug'lik yo'qligini hisobiga bilmayman. Ayrim bir shopirlar to'g'riga o'tib ketib avariya holatlari bo'lyapti. Bu yer mana 3 ko'cha, mana o'ngga burilish va chapga burilish. Ashitda ham o'ngga burilishda ham stalba bor, lekin yoritish tizimlari, ya'ni o'sha lampochkalar yo'q nimagadir. Lekin mana 3 kilometrda ag'igacha bor. Ag'i stalbalarda bitta bor, har bir stalba shu drujbagacha bor. Shuning uchun hurmatli mutasaddi tashkilotlardan iltimos qilamiz. Mana shu atiga 3 dona stalbamiz bor ekan, shu stalbaga bir yoritish tizimlarini qo'yib biz ham yangi O'zbekistonda yashayotganimizni his qilaylik. Bag'it cho'ta qorong'uda ajoyib, ya'ni bu axlatlar, farzandlar zaharlanish holatlariga kelib chiqyapti, jirkanchlik bir. Lekin aqli past zaiflarga tushuntirib bo'lmayapti. Iloji yo'q, tashab ketishyapti, irg'itishyapti, boshqa qilishyapti. Bu yashaydigan hududdagilar tashamayapti. Mana shu dom kerak bo'lsa, u naryoqdagilar, u mahalladagilar hammasi ashaqdan kelib irg'itib, mana shu yerga mana shunaqangi axlatlar to'planib qolyapti. Qorong'uligi sababli. Mutasaddilardan iltimos qilardik. Mana shu yoritish tizimlari, nimalarni qo'yib bersa, 3 ta stalbamizga mana shu axlatlar tashalmaydi. Mana yerda avtoavariya holatlarini ham oldini olgan bo'lar edik. E'tibor uchun rahmat. Mutasaddilardan natija kutib qolamiz.